Formula 1ning 2026-yilgi sarguzashtlari boshlanishiga ham sanoqli kunlar qolmoqda. Xo'sh, yangi mavsumda qanday o'zgarishlar va qanday yangiliklar bor? Siz sahifamga obuna bo'lib qo'ying, hozir tushuntiraman. Birinchi navbatda mashinalar 30 kilogrammga yengilroq bo'ladi. Shu bilan birgalikda eniga hamda bo'yiga ham biroz kichrayadi. Bu yil mashinalar 50/50 gibrid tizimiga o'tadi. Bu degani elektrlashtirish jarayoni yanada tezlashdi. Balkim 2-3 yildan so'ng to'liq elektrga o'tib ketsa ham ajab emas. Avval ishlatilgan egzoz issiqligidan energiya olish o'chirildi va uning o'rniga tormozdan energiya olish kuchaytirildi. 100% barqaror sintetik yoqilg'i esa haqiqiy inqilob bo'ldi. Faol aerodinamik qanotlar esa DRC o'rnida sanaladi. Yana bir katta yangilik. İlk bor Cadillac F1 ga qadam qo'ydi va jamoalar soni 11 taga yetdi. Cadillac'ning ikki poygachisi Sergio Perez hamda Valtteri Bottas. Aytishlaricha, GM Cadillac'ni qo'llab-quvvatlayotgan ekan.